Arkadaşlar hozirgina oldik. Уже mana o't yeyishga kirib ketdim. Shu bitta yot jism qanchalik jonivorni qiynaydi. Hozir yemlarni olib kelsa yem beraman ko'rsatamiz. Ustozimiz mana tozalayaptilar. Hech qancha o'tgani yo'q hali. Sizlar yem yeyish. Yem yesang yetdi. Po'choq berganda, qo'shni berganda e'tiborli bo'lib ichini tozalab beringlar do'stlar. Ichida har xil yot jism bo'lishi mumkin. Ichimini ichida nima borligini bilmaydi. Molimizni ichidan yod jismni olish jarayoni hozir mana detektorimiz bilan tekshirib ko'ramiz. Mana Dovudjon shogird. Kechagina ko'rdingmi? Bo'ldi. Tekshirdik, mana zon solish jarayonini boshlaymiz. Samarisku. Bu safar adashibman. Samaris ekan. Hozir yana detektor bilan tekshirib ko'ramiz. Agar chillasa yana mana bu mollarda mana askolka bu tabiiy hol. Mana detektorlarimiz askolkaga ham chillaydi. Bir qarshima qilib bo'lsa ham chillaydi, askolka bo'lsa ham chillaydi. Shuning uchun ko'pchilik to'sh tarafda agar chillasa olsa bo'ladi. Oldin tarafdagini olmaydi, unga magnit tashlanadi. Dovudjon mana sekin tekshirishni boshlaydi. Natija. Aha. Yo'q. Do'stlar, mana bitta mana shu qancha zarar yetkazadi. Agar bunga og'riq qoldiruvchi ikollarni qirilishgan edi, o'sha yurakka o'tib ketardi. Mana molimiz, xudo xolasa, o't yeyishni boshlaydi. Dovudjon nima deymiz? Joningiz va molingiz sog' bo'lsin. Yasha.